Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz attestatsiyadan qanday qilib oson ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizlarga Play Marketdan MyGov ilovasini yuklab olishlaringiz kerak. Men tayyor o'zim yuklab olganman. Mana bu MyGov deb yozsangizlar Play Marketga albatta chiqadi. Mana Play Marketga yozasizlar. Keyin MyGovga kirishni boshlaymiz. Bu ilovaga kiramiz. Vonaydan ustiga bosamiz. Vonaydiga o'tadi birdan. Va bu yerda avtorizatsiya talab etiladi deyapti. Mana bu yerga login va parollarini kiritamiz. Login parollarni kiritamiz. Bu yerda tanlab olamiz. Mana ilovaga muvaffaqiyatli ravishda kirib oldi. Endi bu yerdan attestatsiya deb yozamiz. Mana bu yerga attestatsiya deb yozamiz. Attestatsiya. Mana pedagogik kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish degan joy chiqdi. Demak, ustiga bosamiz. Bu yerda xizmatdan foydalanishni bosamiz. Narxi mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan, qancha summa to'lashni. Demak, xizmat pullik. Xizmatdan foydalanishni bosib o'tamiz. O'tganimizdan keyin bizlarning jisherimiz kelib chiqadi, raqamimiz kelib chiqadi va mavsumlar ro'yxati dan bu yerdan qaysi oydan attestatsiyadan o'tmoqchimiz? Yanvar-iyun 2026-yil attestatsiyadan albatta. Belgilaymiz va keyingi tugmasini bosib o'tamiz. Ya'ni 50% ariza haqida 50% bajarildi. Endi bu yerga demak belgilab chiqasizlar. O'zlaringizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni belgilab chiqasizlar. Bu yerda diplom turini, diplomingiz kiritasizlar, belgilaysizlar. Misol uchun umumta'lim maktabi, Qashqadaryo viloyati, ta'lim muassasasi, misol uchun Chiroqchi tumani, 60-sonli umumta'lim, fanimiz geografiya, misol uchun, toifangiz, misol uchun, belgilaysiz qaysi toifada bo'lsangiz. Keyin tili o'zbek tili, attestatsiya navbatdan tashqari, imtiyoz turini bu yerda bo'lsa kiritasiz faylni, bo'lmasa kiritmaysiz. Ya'ni imtiyozdan foydalanmaslik uchun mana bu joylarni belgilaysiz, foydalanmaslik uchun ushbu bandni belgilang degan. Keyin homiladorlik emasmi, 3-yoshga bo'lgan farzandim yo'qsa belgilaysiz. Vazir jamg'armasida ishtirok etaman desa belgilaysiz. Keyin sizda ko'rish yoki eshitishga bog'liq nogironlik mavjudmi? Yo'q. Belgilaysiz va keyingi tugmani bosib o'tasiz. Mana ro'yxatdan o'tmagan nogironligi yo'q deyapti. Bu yerdagi xabar, ya'ni SMS keladigan raqamingiz kiritildi bir avtomatik ravishda va bu yerda ro'yxatdan o'tmagan nogironligi yo'qni belgilaysizlar. Demak, arizamiz tayyor, yuborish tugmasini bosasizlar. Sizlarga keyin qancha miqdorda to'lov qilishlaringiz, invoyslaringiz kelib chiqadi. Demak, oxirgi yuborish tugmasini bosib, keyin to'lov qanday usulda to'lashlari hammasi kelib chiqadi. Demak, shu yergacha ko'rsatib o'tdim. To'lovlarni shu invoys raqami, berilgan invoys raqamiga to'lov qilasizlar. Barchaga rahmat. Demak, videoni oxirigacha ko'rib, qandaydir foydasi tekkan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin.